G-Tour T1 modelimiz sotuvda 3 komplektatsiyadan iborat. Bokovinka yon oynalarida 540 gradus kamera, pоворотник, slipoy zona hamda abagrev paket mavjud. Barcha komplektatsiyasi umumiy hisobda bagaj qismi elektropaket hisoblanadi. Proyektsiozli linzaviy adaptivniy optik faralar bilan jihozlangan 540 gradus polniy diapazon kamera mavjud. Rulni o'zida barcha qulayliklari mavjud. Rulimizda abagrev tizimi mavjud, tiptroniklari ham mavjud. Barcha modellarida голосовой управленияsi bor. Keyingi obzordagi komplektatsiyamiz bu G-Tour T1 gibrid pozitsiyasi. Gibrid komplektatsiyamizni shina diagonali 235 ga 60 R19 hisoblanadi va polni bak benzin bilan avtomashinamiz 1260 km yo'lni bosib beradi. G-Tour T1 modelimizni barcha komplektatsiyalari va eng asosiysi barcha ranglari sotuvda mavjud va undan tashqari har bir komplektatsiyani tan narxidan eng kamida 20 million chegirma asnosida xarid qilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli Sultanov Motors hamda G-Tour Qarshi kanal obunachilari. Xo'p, bugungi video obzorimizda G-Tour T1 modeli va biz bugungi video obzorimizda G-Tour T1 modelini barcha komplektatsiyasi, farqlari hamda tan narxi haqida ma'lumotini berib o'tamiz. Videodan uzoqlashmang. G-Tour T1 modelimiz sotuvda 3 komplektatsiyadan iborat. G-Tour T1 birinchi komplektatsiyasi, ya'ni komfort pozitsiyasi, G-Tour T1 ikkinchi pozitsiyasi, ya'ni premium komplektatsiyasi va eng asosiysi zamon talabi bo'lmish va aynan full komplektatsiyasi gibrid modelimiz. Marhamat, va biz barcha ma'lumotlarni bir boshdan har bir modelini o'zini tanishtirib boramiz. G-Tour T1 modelimizni birinchi pozitsiyasi, ya'ni umumiy hisobda komfort komplektatsiyasi 1.5 litr ob'yomdagi turbo GDI dvigatel 184 ot kuchidan iborat va eng asosiysi городской siklda o'rtacha rasxod 6-7 litrni tashkil etadi va dalnida 5 litr stabilniy rasxodi bor. Tashqi dizayni umumiy hisobda har uchala komplektatsiyamiz 2026-yil top dizayniga tegishli. Qulayliklariga kelsak, proyektsiozli linzaviy optik faralar bilan jihozlangan 540 gradus polniy diapazon kamera mavjud va eng asosiysi billet, ya'ni tumankalari linzaviy optika bilan jihozlangan. Modelimizni diska baloni bilan tanishsak, aynan G-Tour T1 komfort komplektatsiyamizni diska balon diagonali 235 ga 65 R18 ni tashkil etadi. Tormoznoy sistema to'rtalasam diskoviy ventilятsion, ya'ni umumiy hisobda tormoznoy sistemani o'zida sovutish tizimi mavjud. Kuzov qismidagi yana bir qulayligi shundaki, aynan bokovinka yon oynalarida 540 gradus kamera, pоворотник, slipoy zona hamda abagrev paket mavjud va undan tashqari eshik ruchkalarida beskluchoy dostuplari ham bor. G-Tour T1 komfort komplektatsiyamiz salon ichki qismi juda ham keng hamda shinam. Bunga misol aynan G-Tour T1 komfort komplektatsiyasi salon ichki qismi 80% ko'rjadan iborat va undan tashqari lobavoy qismi abagrev paket bilan jihozlangan. Rul qismiga kelsak, aynan G-Tour T1 modelimizni barcha komplektatsiyasidagi rul bu elektrousilining multimediali hisoblanadi va aynan rulni o'zida barcha qulayliklari mavjud. Salon interfeysi o'zbekcha hamda ruscha hisoblanadi. Xo'p, qulayliklariga kelsak, modelimizda 2 monitor hisoblanadi. Speedometer sifrovoy monitor hamda boshqarish tizimidagi 16 dyumli boshqarish monitori. G-Tour T1 komfort komplektatsiyamiz 7 pog'onali robotizirованный korobka bilan jihozlangan va salon bo'ylab stereo akustika kolonkalari 8 tadan iborat. Avtomashinamiz 3 xil rejimda harakatlanadi. Eco, normal hamda sport. Va yana bir qulayligi shundaki, avtomashinamizni salondagi boshqarish qismi bir monitordan emas va aksincha monitorning pastki qismidagi tugmalardan boshqarsa bo'ladi. Avtomashinamizni rul qismiga qaytsak, boya aytganimizda aynan rul qismi elektrousilining hisoblanadi. Oddiy gidrolik emas yokida elektronika emas. Umumiy hisobda bir barmoqda ham boshqarsa bo'ladi. Va qulayliklari shundaki, cruise control, adaptiv cruise control funksiyalarini boshqarsangiz bo'ladi. Va undan tashqari aynan G-Tour T1 modelimizni barcha komplektatsiyalarida ovozli tizim mavjud. Bunga misol: Здравствуйте. Привет, G-Tour. Здравствуйте. Открой люк. Хорошо. Marhamat. Va undan tashqari rul qismida abagrev tizimi mavjud va o'rindiqlarimizni barchasida bir vaqtning o'zida abagrev hamda abduf tizimi ham mavjud. Va yana bir qulayliklari shundaki,
Avtomashinamizni deflektorlari xromdan ishlangan va aynan juda ham did bilan ishlov berilgan. Avtomashinamizda беспроводной zaryadniki mavjud, ya'ni 50 watt bыстрый zaryadka hisoblanadi. Umumiy hisobda siz bir vaqtning o'zida 2 telefonni to'liq quvvatdan chiqarishingiz mumkin. Podstakanniklarimizda abagrev tizimi mavjud. Mashinamizda 540 gradus kamera mavjud. 540 gradus kamera nimaga kerak? Aynan mashinani gabaritini inobatga olgan holatda parkovkadan chiqish yoki da parkovat qilish uchun juda ham qulay. Avtomashinamizni bar qismida sovutish hamda isitish tizimi bor. Avtomashinamizni boshqarish tizimidagi yana bir qulayligi shundaki, Apple CarPlay, Android Auto funksiyalari ham mavjud. Avtomashinamizning orqa qismi juda ham keng hamda shinam. Qulayliklariga kelsak, bar qismi orqa tomonida deflektorlar xromdan ishlangan, juda ham did bilan detalli ishlov berilgan. USB portlari mavjud, Type-C hamda USB. Orqa o'rindiqlarida ham abagrev tizimi mavjud va undan tashqari orqa o'rindiqlari ham napa kojada ishlangan perforatsiya tizimi mavjud. Perforatsiya deganda biz nimani tushunamiz? Umumiy hisobda har bir o'rindiq ventilyatsiya tizimi bilan jihozlangan, yozni kunida belni terlatmaydi. Va yana bir qulayligi shundaki, orqa o'rindiqlarida ham podlokotnik, podstakanniklari mavjud. G-Tour T1 modelimizni barcha komplektatsiyasi umumiy hisobda bagaj qismi elektropaket hisoblanadi. Va aynan bagaj qismi 500 litrni tashkil etadi. Va aynan bagaj qismida detski rejim mavjud. Sezgi juda ham chaqon va aynan bu bagaj bilan cheklanmagan holatda to'rtala oynasida hamda panorama lukda ham mavjud. Va eng asosiysi prisoskasi ham bor. G-Tour T1 komfort komplektatsiyasi sotuvdagi tan narxi belgilangan tartibda 386 million va barcha ranglari nalichida bor va eng asosiysi xohlagan to'lov usuli asnosida xarid qilib olishingiz mumkin. Bunga misol naqd, avtokredit, перечисление, trading hamda foiz peynalarsiz bo'lib to'lashga atigi bitta pasport evaziga boshlang'ich to'lov asnosida o'z nomingizga rasmiylashtirib olishingiz mumkin. Keyingi obzorimizda G-Tour T1 Premium komplektatsiyasi. Aynan G-Tour T1 Premium komplektatsiyasi внедорожник hisoblanadi. Umumiy hisobda yo'l tanlamas model. 2 litr объем, turbo GDI dvigatel bilan jihozlangan va eng asosiysi kapotda 254 o't kuchi mavjud. Городской siklda средний расход 100 ga 6-7 litrni tashkil etadi va eng qizig'i shundaki, dalnida stabilni 5 litr rasxodi mavjud. Tashqi ko'rinishi juda ham agressivni va brutal ko'rinishga ega. Aynan bu ko'rinish 2026-yil top dizayniga tegishli. Qulayliklarga kelsak, proyektsiozli linzaviy adaptivniy optik faralar bilan jihozlangan, 540 gradus полный diapazon kamera mavjud va eng asosiysi xavfsizlik darajasini inobatga olgan holatda samotarmojeniya funksiyasi ham mavjud. 1 metrdan 10 metrgacha masofa saqlab, mashina o'zini o'zi saqlash imkoniyatiga ega. Modelimizning yana bir qulayligi shundaki, tumankalari linzaviy billet chiroqlari bilan jihozlangan. Mana endi avtomashinamizni shina diagonaliga kelsak, aynan G-Tour T1 Premium komplektatsiyamizni shina diagonali 235-60R19 va yana bir qulayligi shundaki, aynan diskamiz juda ham sifatli quymadan ishlov berilgan. Umumiy hisobda protivudarniy hisoblanadi va tormoznoy sistemasi to'rtala kolyosida ham ventilyatsionni oporniy diskda. Kuzov qismidagi qulayliklarga kelsak, aynan bokovinka yon oynalarida 540 gradus, pavorotnik, abagrev paket hamda slipoy zona mavjud va undan tashqari eshik ruchkalarida beskluchovoy dostup ham bor. Avtomashinamizning salon qismi juda ham keng hamda shinam. Bunga misol avtomashinamizning salon ichki qismi 80% kojadan iborat va eng asosiysi zavoddan 50-60% zavodskiy shuma izolyatsiyasi mavjud. Xo'p, rul qismiga kelsak, aynan G-Tour T1 Premium komplektatsiyamizning rul qismi bu elektroussilli multimediali hisoblanadi. Aynan bu rul elektroussilli deganda bir barmoqda boshqarsa bo'ladi degani va undan tashqari rulning o'zida tiptroniklari mavjud, multimedia mavjud hamda boshqarish tizimidagi barcha qulayliklari mavjud. Rulning o'zida abagrev tizimi bor va undan tashqari cruise control, adaptiv cruise control, polosodержатель hamda bespilotnik mavjud. Bespilotnik deganda
avtomashina haydovchisiz o'zini o'zi boshqarish tizimiga ega. Va qo'shimchasiga lobovoy qismida abagrev paket mavjud va eng asosiysi aynan lobovoy bilan cheklanmagan holatda boya videoni boshida aytganimizda ikki yon bokovinka oynalarida hamda bagaj oynasida ham abagrev paket mavjud. Salonimizda ikki monitor hisoblanadi. Biri sifrovoy speedometr hamda ikkinchisi 16 dyumli boshqarish tizimidagi katta monitor. G-Tour T1 premium komplektatsiyamizning korobka uzatmasi 8 pog'onali avtomat korobka bilan jihozlangan va undan tashqari avtomashinamiz off-road bo'lishiga qaramasdan 8 rejimda harakatlanadi. Bunga misol Eco, Normal, Sport, Sneg, Baloto, Pisok, Kamin hamda X rejimida ham harakatlanadi. Avtomashinamizning salon qismidagi akustika Sony kompaniyasiga tegishli va undan tashqari aynan G-Tour T1 premium komplektatsiyamizda 9 kolonka mavjud. Va avtomashinamizning rul qismiga qaytsak, rulimizda abagrev tizimi mavjud, tiptroniklari ham mavjud. Va undan tashqari aynan G-Tour T1 modelimizning barcha modellarida голосовой управление bor. Здравствуйте. Привет, Что я G-Tour. могу для вас сделать? Открой люк. Слушаю вас. Хорошо. Avtomashinamizning yana bir qulaylik tomoni shundaki, umumiy hisobda barcha komplektatsiyasida ham bu qulaylik mavjud. Monitorning pastki qismidagi knopkalarida. Aynan siz yo'l davomida monitor bilan chalg'amagan holatda knopkalar bilan barcha qulayliklar, barcha funksiyalarni boshqarsangiz bo'ladi. Va undan tashqari беспроводной zaryadnik, ya'ni 50 vatli hisoblanadi. Bir vaqtning o'zida ikki telefonni to'liq quvvatdan chiqarsangiz bo'ladi. Avtomashinamizdagi yana bir qulayligi shundaki, elektronniy ruchnik, avto hold 540 gradus kamerasi ham mavjud. Va eng asosiysi podstakanniklarida abagrev tizimi mavjud. Barida ham bir vaqtning o'zida isitish hamda sovutish tizimi bor. Va undan tashqari avtomashinamizning o'rindiqlari napa koja bilan ishlov berilgan, perforatsiya tizimi mavjud. Oldi o'rindiqlarida abagrev abduf tizimi bor va yana qo'shimcha qulayligi shundaki, aynan oldi passajir tomon o'rindiqida atamankasi ham mavjud. Avtomashinamizning orqa qismi juda ham keng va qulayliklarga boy. Bunga misol, bar orqa qismida deflektorlar mavjud, juda ham did bilan ishlov berilgan va eng asosiysi xromda ishlangan. USB portlari bor, bu Type-C hamda USB va eng asosiysi orqa o'rindiqlarimizda ham abagrev tizimi mavjud. Yana bir qulayligi shundaki, podlokotnik hamda podstakannik ham mavjud. Avtomashinamizning bagaj qismiga kelsak, bagajimiz elektronniy hisoblanadi. Umumiy hisobdagi bagaj hajmi 500 litrni tashkil etadi va bagaj qismida detskiy rejim mavjud. Va aynan bagaj qismi bilan cheklanmagan holatda to'rtala oynasida panorama qismida ham detskiy rejim bor. Va undan tashqari bagajni yopilishida prisoskasi mavjud. G-Tour T1 premium komplektatsiyamizning sotuvdagi tan narxi belgilangan tartibda 450 million va barcha ranglari nalichida mavjud va eng asosiysi xohlagan to'lov usuli asnosida xarid qilib olishingiz mumkin. Bunga misol naqd, avtokredit, перечисление trading hamda рассрочка imtiyozi mavjud. Boshlang'ich 25% bilan boshlang'ich to'lov asnosida bitta pasport evaziga o'z nomingizga rasmiylashtirib olishingiz mumkin. Keyingi obzordagi komplektatsiyamiz bu G-Tour T1 gibrid pozitsiyasi. Xo'p, aynan gibrid pozitsiyasi bu zamon talabi bo'lmish model hisoblanadi. Motor qismiga kelsak, o'zini asosiy elektrodvigateli hamda 1.5 litr ob'yomdagi turbo GDI dvigatel bilan jihozlangan. Har ikkala dvigatelimizni umumiy hisobda 360 ot kuchidan iborat. Avtomashinamiz to'liq zaryadda 180 kilometrdan 150 kilometrgacha yo'l bosib beradi va undan tashqari 100 kilometrga yoqilg'i sarfi 3.9-4 litrni tashkil etadi. Avtomashinamizning tashqi ko'rinishiga kelsak, tashqi ko'rinishi juda ham noodatiy tarzda ishlangan va aynan G-Tour T1 gibrid komplektatsiyamiz ham 2026-yil top dizayniga tegishli. Qulayliklarga kelsak, proyeksiozni linziviy adaptivniy faralar bilan jihozlangan va tumankalari linziviy optika billet hisoblanadi. Samotarmashina 540 gradus kamera hamda LED chiroqlari bilan jihozlangan. Avtomashinamizni
Diska balon diagonali haqida ma'lumotini ham berib o'tsak, aynan Jetour T1 gibrid komplektatsiyamizni shina diagonali 235 ga 60 R19 hisoblanadi va diskasi juda ham noodatiy ko'rinishga ega. Tormoznoy sistema to'rtalasi ham ventilyatsionni oporniy disk bilan jihozlangan va qo'shimcha qulayliklarga kelsak, aynan kuzov qismida qulayliklari shundaki, bokovinka yon oynalarida 540 gradus kamera, abagrev paket, pavorotnik hamda slipoy zona mavjud. Va yana bir qulayligi shundaki, aynan eshik ruchkalarida besключевой доступ mavjud. Jetour T1 gibrid modelimizning salon ichki qismi juda ham keng va eng asosiysi 80% koshadan iborat va undan tashqari zavodskoy 50% shuma izolyatsiyada keladi. Boshqarish tizimidagi monitorni ma'lumotini berib o'tsak, aynan Jetour T1 gibrid komplektatsiyamiz ham 2 monitordan iborat, sifrovoy speedometer monitor hamda boshqarish tizimidagi 16 dyumli boshqarish tizimi monitori. Avtomashinamizning rul qismi haqida ma'lumotini ham berib o'tsak, aynan Jetour T1 gibrid modelimizning rul qismi elektrousilining hisoblanadi. Oddiy gidrolika yoki-da elektronika emas. Umumiy hisobda bir barmoqda ham boshqarsa bo'ladi. Boshqarish tizimidagi funksiyalari cruise control, adaptiv cruise control, polosodержатель hamda bespilotnik tizimi mavjud. Umumiy hisobda avtomashinamiz haydovchisiz o'zini o'zi boshqarish tizimiga ega. Yana bir qulayligi shundaki, old lobavoy hamda ikki yon bokovinka yon oynalari hamda bagaj oynasi abagrev paket bilan jihozlangan. Va undan tashqari salon bo'ylab stereo kolonkamiz 9 tadan iborat va aynan bu kolonkalar Sony kompaniyasiga tegishli. Va yana rul qismi haqida ma'lumotini berib o'tsak, rulimizda abagrev tizimi mavjud va undan tashqari голосовой управленияsi ham bor. Слушаю вас. Привет, Jetour, открой люк. Здравствуйте. Хорошо. Avtomashinamizning o'rindiqlari napa kojada ishlov berilgan va eng asosiysi водитель hamda passajir tomon o'rindiqlarida abagrev abduf tizimi mavjud va undan tashqari oldi passajir tomon o'rindiqida atamankasi ham bor. Gibrid komplektatsiyamizda ham qolgan komplektatsiyalarga o'xshab monitorning pastki qismida salondagi barcha funksiyalarni boshqaruv tugmalari ham mavjud. Deflektorlar xromda ishlangan, juda ham noodatiy va eng asosiysi did bilan e'tibor berilgan. Modelimizda беспроводной zaryadnik mavjud, ya'ni 50 wattli sovutish tizimiga ega va undan tashqari siz bir vaqtning o'zida ikki telefonni to'liq quvvatdan chiqazishingiz mumkin. Korobka uzatmasidagi richagga ham alohida e'tibor berishimiz shart. To'liq xrustalda ishlangan qo'l mehnati hisoblanadi. Avtomashinamizda 540 gradus kamera mavjud, avtohold elektronli ruchliklari bor va undan tashqari podstakanniklarda abagrev barini o'zida sovutish hamda isitish tizimi mavjud. Jetour T1 gibrid komplektatsiyamiz 4 rejimda harakatlanadi. Eco, normal, sport hamda sneg. Avtomashinamizning orqa qatori juda ham keng va juda ham shinam. Qulayliklariga kelsak, barning orqa qismida deflektorlar mavjud va aynan bu deflektor qolgan komplektatsiyalardagidek xromda ishlov berilgan. USB portlari bor, USB hamda Type-C hamda orqa o'rindiqlarida ham abagrev tizimi mavjud. Va undan tashqari orqa qatorda ham podlokotnik hamda podstakannik mavjud. Avtomashinamizning bagaj qismi elektronli hisoblanadi. Umumiy hisobdagi bagaj hajmi 500 litrni tashkil etadi. Avtomashinamizning bagaj qismida disk rejimlari bor va aynan bagaj qismi bilan kifoyalanmagan holatda 4 tala oynasida hamda panoramasida ham disk rejimlari bor va qo'shimchasiga aynan bagaj qismida prisoskasi ham bor. Jetour T1 gibrid komplektatsiyamizning ходовой qismi независимый McPherson, ya'ni har biri mustaqil ravishda harakatlanadi. Avtomashinamizni uy sharoitida quvvatlash juda ham soddalashtirilgan. Umumiy hisobda uy sharoitida 3 kilovatdan to'liq quvvatdan chiqazish mumkin. Bunga misol 20% dan 80% gacha atigi 210 minutda to'liq quvvatdan chiqarsa bo'ladi va 210 minut 3,5 soatni tashkil etadi. Va undan tashqari stansiyaga to'liq quvvatdan chiqazmoqchi bo'lsangiz 20% dan 80% gacha atigi 20 minut yoki 25 minutda to'liq quvvatdan chiqarsa bo'ladi. Avtomashinamiz to'liq quvvatda 180 dan 150 kilometrgacha yo'l bosib beradi va polni bak benzin bilan avtomashinamiz 1260 kilometr yo'lni bosib beradi.
G-Tour T1 gibrid komplektatsiyamizni sotuvdagi tan narxi belgilangan tartibda 472 million va eng asosiysi barcha ranglari sotuvda mavjud. Xohlagan to'lov usuli asosida xarid qilib olishingiz mumkin. Bunga misol naqd, avtokredit, перечисление, trading hamda foiz penalarsiz 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan muddatda atigi bitta pasport evaziga va albatta boshlang'ich to'lov asnosida o'z nomingizga rasmiylashtirib olishingiz mumkin. G-Tour T1 modelimizni barcha komplektatsiyalari va eng asosiysi barcha ranglari sotuvda mavjud va undan tashqari har bir komplektatsiyani tan narxidan eng kamida 20 million chegirma asnosida xarid qilib olishingiz mumkin. Barchangizni Sultanov Motors ya'ni G-Tour Qarshi rasmiy avtosalonda kutib qolamiz. Tanlovda adashmang. Assalomu alaykum.